Ya Rabbi, Ramazon oyi rahmat oyi deb umid qilib, Ramazon oyi mag'firat oyi deb umid qilib, qancha gunohlarimiz bo'lsa ham yana biz uyatmasdan Ramazon oyida duo qilaveramiz ekan ya Rabbi. Gunohlarimiz osmoncha bo'lib ketdi. Gunohlarimiz yer yuzini to'ldirib yubordi. Lekin o'zingning va'dang bor ekan ya Rabbi, mening rahmatim hamma narsadan keng debsan. O'sha keng bo'lgan ulug' rahmatingni umid qilib biz yana sendan tavba qilib istig'for aytamiz. Gunohlarimizni kechirishingni so'raymiz. Bizning gunohlarimizni o'zing kechirgin ya Rabbi. Biz osiy bandalaringni mag'firat qilgin. Ushbu Ramazon oyida ojizonalik bilan qilgan barcha ibodatlarimizni o'zing qabul qilgin. Ramazon oyida qilgan duolarimizni mustajab qilgin. Ya Rabbi, ro'zadorlarga va'da qilingan Rayyon darvozasida bizlarni birga bo'lishligimizni nasib qilgin. Ya Rabbi, modomiki Rasulimiz alayhissalatu vassalam Havz-i Kavsar suvi oldida oxir zamon ummatlarini o'z qo'llari bilan serob qilar ekan, bizni g'iybatlarga to'lib ketgan og'zimizni Rasulimizni qo'liga munosib qil. Gunohlarga to'lib ketgan yuzimizni Rasulimizni qo'llariga munosib qil ya Rabbi. O'zing bizlarni gunohlarimizni kechirgin. Rasulimiz alayhissalatu vassalamni oldilariga borganda xijolat bo'lishligimizdan o'zing saqlagin. Ya Rabbi, Ramazonda qilingan duolar mustajab, Ramazonda qilingan duolar qabul, xatmi Qur'ondan keyingi duolar qabul. Qibla tomonga qarab hammamiz umid bilan duo qilyapmiz. Jannatingga dohil qilib didoringga musharraf qilgin ya Rabbi. Ya Rabbil alamin. Xatmi Qur'ondan keyingi duolar, Ramazon oyida qilingan duolarning mustajabligini umid qilib, hozir qo'llarini duoga ochib turgan har birlarimizni qalbimizdan qancha niyat va istaklarimizni o'zing bilib turibsan. Ya Rabbi, ba'zilarimizni volidai muhtaramalarimiz olamdan o'tib ketganlar. Onajonlarimiz bizlarning sovuq beshiklarimizni quchoqlab katta qilib, bori butuni bizga sarflab, yemay yedirib, oxirgi nafasiga qadar bolam deb o'tib ketdilar. Yolvorib so'raymiz, ularni aslo do'zaxda kuydirmagin ya Rabbi. Onajonlarimizni o'zing jannatingda mehmon qilgin ya Rabbi.